Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Davlisi mana keyingi ishlarimiz. Ikkita ish qilganmiz. Razmerlari 1.25 ga, bittasiniki 1.20, bo'ylari 2.15, bittasiniki 2.12. Jigaran svetda MDFlardan foydalanganmiz. Fasonimiz qalampir fason deyiladi. O'shadan olsa mashinalar bor, zamonlari. Eshiklarimiz mana polni rezinkada. Ochilib yopilishlariga hech qanaqa ovoz bo'lmaydi, xudo xolisa. Oynalar ham polni germentiklanadi. Sovuq kirmaydi. Karnizlari hamma narsasiga baho berib qo'yasizlar. Sanab o'tgan narsalar yangilik emas. Xudo xolisa hamma fason, hamma ustada bo'ladi. Yangiligimiz narxida. Bularimiz 750 ming so'm qilib beramiz kvadratini. O'zbekiston bilan dastavka o'rnatib berishlarimiz bor. Kelishilgan holda bo'ladi, xudo xolisa. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar 77 kodi bilan 224 50 24. Eshrom qildiraman degan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.